Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xumsonda 7 sotixli mana shu dachamizni obzorini qilib ko'rsatamiz. Xo'p, bu yoq tashqari qismimiz bo'ladi. Tashqari qismimizga ham ikkita mashinamiz bemalol sig'adi. O'zining garaj qismi va ichkarida ham ikkita mashinamizga joy bor. Bu yoqda esa огородimiz joylashgan hurmatli obunachilar. Juda ham fayzli dachamiz. Qani endi ichkarilarni ko'rsatamiz. Ketdik. Ichkari qismimizga kirishimizda bu yoqda garajimiz eshigi keladi va devorlarimiz travertin qilingan hurmatli obunachilar. Xo'p, kirganimizda bizni kattagina basseynimiz kutib oladi. Hovlimizni o'rtasida juda ham chiroyli qilingan va ikkinchi etajimiz ham bor. Bu yoqda esa tapchanli zonalarimiz bor. Endi sizlarga yozgi oshxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Mana stol stullari, barcha o'choq, qozon, mangan zona hammasi bor. Bu yoqda esa bizning basseynimiz hamda saunamiz joylashgan hurmatli obunachilar. Bu dachamiz srochniy sotilyapti. Albatta o'zib ketib qolinglar. Investitsiya kirgizmoqchi bo'lganlar uchun juda qo'l keladi. Bu yoqqa o'tiradigan stol stullar qilingan. Mana devorlarimiz hammasi toshdan qilingan hurmatli obunachilar. Hozir sizlarga tepadan ikkinchi etajdan ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi etajimizdan mana bu yoqda hovlimizning ko'rinishi juda ham fayzli dachamiz hisoblanadi. Hurmatli obunachilar, bu dachamiz haqida kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Biz sizga telefon orqali to'liq ma'lumot beraveramiz. Sog' bo'linglar.